Salom do'stlar, sizlar bilan Shohakrat. Bugungi videomizda men 3 ta narsa qilaman. Bularni esa video davomida ko'rib olasiz. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men faqatgina 3 ta narsa quraman xolos. Birinchi bizni quradigan narsamiz telefon. Uning uchun bizga hozir mana bu narsalar kerak bo'ladi. Bizga qora bu xullas shu narsa va mana bu narsa kerak bo'ladi. Va oq va bu rang. Bu ranglarda ham olsak bo'ladi. Bu yerda qanday ranglar bor? Yana bizga qaysi ranglar kerak? O'ylaymiz. Shu ranglar yetib qolsa kerak. Ana endi quramiz. Telefonning nomi, hamma telefonning ham nomi bo'ladi. Bizning telefonimizning nomi iPhone 17. Yangi chiqarilgan. Albatta buni qurishimiz kerak. Juda ham katta qilamiz. Shuncha qilsak yetsa kerak albatta. Ana endi bu yog'ini ham quramiz. Hali buni qurish uchun ancha vaqt ketadi. Videoni pauza qilmasam bu 2-3 soatga yetib borsa kerak. Hali 3 ta eng qiyin narsalar quramiz. Aynan bular juda qiyin bo'ladi. Birinchi telefon. Albatta siz kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'ling. Chunki bizning maqsadimiz 1000 ta bo'lish. Albatta biz 1000 ta bo'lishimiz kerak. Shuning uchun ham obuna bo'ling. Bitta knopkani bossangiz hayotingizda hech nima o'zgarmaydi. Shuning uchun ham o'sha knopkani bosib qo'ying. Endi bu yerni ham qilamiz. Anchagina vaqt ketsa kerak. Nimagadir men ishlayib turgan bloklar ko'nmayapti. Buni to'g'rilashimiz kerak. Tushmasam shu bo'lsa kerak. Yo'q, hali ham ko'nmayapti. Mana u ana ishladi. Shu ekan. Endi biz ushlagan bloklar ham ko'nyapti. Pushtashni o'zimizda ham ko'ryapmiz. Agar e'tibor bergan bo'lsalaring. Do'stlar, videoni pauza qilib turishga to'g'ri keladi, chunki bularni qurgunimizcha qancha vaqt ketishini kim biladi. Shuning uchun videoni pauza qilib turaman. Do'stlar, mana qurib bo'ldim. Mana endi ichini to'ldirish kerak qora bloklar bilan. Buning uchun bundan ham ko'p vaqt ketsa kerak.
Do'stlar, o'zi shuni qurib bo'lish uchun meni 7 minut vaqtim ketdi. Tezroq qursak, tezroq bo'lamiz va video ham tez tugaydi. Sizlar esa tez obuna bo'lasizlar va videoga like bosasizlar va kommentga ham yozasizlar. Ko'p bloklarni tez qo'yishni o'rganib oldim. Bu orqasini qurib turgan vaqtimda. Shuning uchun ancha tezroq bo'ldim. Endi bu yerlarni ham qo'yib tashlash kerak. Bularni qilish uchun qancha vaqt ketadi? Yo'q. O'zi biz hozir endi shunchasini bo'ldik, yana shunchasi kerak. Hali buni orqa kameralarni ham qilish kerak. Tagi qolib ketdi. Endi yana videoni pauza qilib turishimga to'g'ri keladi, chunki buni ham qurish uchun o'ta ham ko'p vaqt ketadi. Shuning uchun pauza qilaman. Va nihoyat qurib bo'ldim. Buni qurish uchun juda ko'p vaqt ketmadi o'ylaganimdek, lekin qancha vaqt ketganini hisoblamabman. Endi kamerasiga o'tamiz. Buni qanday qilishni o'ylab qo'yganman. Ana tayyor. Bu yerlarni quramiz. Ana yaxshi o'xshayapti. Endi bu yerlarga va mana qanday qilayotganimni bildinglar shekilli. Ana endi bu yerlarni to'ldiramiz. Ana tayyor. Xo'sh, endi kamerasini qo'yamiz. Kamerasini xo'sh, ana tayyor bo'lyapti. Xo'sh, oxirgi kamerasini qanday qo'yamiz? Buni ham o'ylash kerak edi. Mayli. Bu yerni shunchaki 1-2 qavat kattalashtiramiz. Ana ishni bilinga yo'q. Hisoblaymiz. 2 2 2 2. Tayyor. Ana zo'r bo'ldi.
Ana endi bu yerga olma quramiz, tishlangan albatta. Xo'sh, ana iPhone chiqdi. Ana iPhone'imizni qurib bo'ldik. Ikkinchi quradigan narsamiz kompyuter. Albatta bu ham o'xshamasligi mumkin. Ikkinchi quradigan narsamiz kompyuter. Endi buni ham qurishni boshlaymiz. Faqat buni sal boshqacharoq bloklardan quramiz. Mana bu blok, keyin bu ham iPhone bo'ladi albatta. Qora blok ham kerak bo'ladi ekan, o'ylab qarasam. Bo'ldi. Ana endi kompyuterni qurish oson albatta. Xo'sh, ana uchinchi narsamizni taxmin qilib kommentga yozib qo'ying. Videoni oxirigacha ko'rmasdan albatta. Tavakkal qilib yozing. Bu joylarini oxirigacha ko'rmasdan birinchi kommentga yozib qoldiring, keyin oxirigacha ko'ring. Oxirgisini qurish o'ta qiyin bo'lsa kerak. Qanday qurishda xayolimga ham kelmayapti. Uni eskisi va yangisi bo'ladi. Uni yangisini qurganim ma'qulmi yoki eskisi? Eskisini qurish o'ta qiyin, lekin yangisini qurish o'ta oson. Hozir bu yerlarni ham to'ldirib chiqamiz birpasda. Bu kompyuter bo'lmaydi, notebook bo'ladi. Aytmabman. Albatta men ham yangi notebook sotib olsam, videolarimni notebookda tayyorlayman. Notebookda Minecraftda 1-2 marta o'ynaganman. Yaxshi bilmayman. Agar yaxshi o'ynay olmasam, ayb menda. Do'stlar, xo'sh, endi obuna bo'lib qo'ying. Mingta ham bo'lmoqchi emas. Yana men kompyuterda o'ynashni juda ham yaxshi bilmayman. Hozir buni telefonda o'ynayapman. Yana kompyuter olsam ko'p video chiqmasa kerak, chunki kellamga yaxshi g'oyalar kelmay qoladi kompyuterda, chunki yaxshi o'ynashni bilmayman. Bu yerlarni ham to'ldirib chiqamiz. Tayyor. Bu yerni yarmini quryap turadim. Birinchi mana bularni qo'yganimiz yaxshi edi. Bu knopkalari birinchi ko'rib chiqaman. Agar boshqa videolarni ham ko'rmagan bo'lsalaring, kanalimga o'tib, albatta obuna tugmasini bosib qo'yinglar, chunki men 1000 ta obunachi yig'moqchiman. Albatta obuna bosib qo'ying, obuna bo'lmagan bo'lsangiz. Bu juda ham muhim. Albatta video tayyorlash o'ta qiyin, lekin obuna bo'lish juda ham oson. Shuning uchun ham obuna bo'lib qo'ying.
Chunki sizlar obuna bo'lsangiz kanalda yangi videolar chiqishda to'xtamaydi va judayam zo'r, kulgili, yaxshi videolar kanalda chiqadi. Shuning uchun obuna bo'ling. Chunki hamma youtuberlarga ham obunachi kerak bo'lsa kerak. Masalan, siz ham YouTube kanal oching. Sizga ham albatta obunachi kerak bo'ladi. Chunki ko'p obunachi to'plagan sari sizga YouTube knopka berishadi. U YouTube knopka ko'p bo'ladi albatta. Men faqat 3 tasini bilaman. Birinchisi kumush knopka, ikkinchisi oltin knopka, keyin YouTube'lik knopka. Shunaqalardan iborat. Shunaqalarni bilaman. Yana komment yozishga to'xtamang, chunki sizlarning yozgan kommentlaring menga juda ham qiziq. Shuning uchun komment yozishda to'xtamang. Endi bu yillarni quramiz. Tayyor. Yaxshi. Ana tayyor. Kompyuterimizni ham uzaytirib oldik. Quyosh ham botyapti, yorug' tushirishimiz kerak. Ana. Bu yerlarni ham quramiz. Qurdik, yaxshi. Endi shunaqasiga quramiz, shunaqasi qulay. Bu yerlarni tashlaymiz keraksiz bloklarda. Xo'sh, ana tayyor. Bu yerlarni ham quramiz. Hali yana buni ichiga qoralarni ham qo'yish kerak. O'ta qiyin. Kompyuter qurish ham telefondan qolishmaydi. Chunki ikkalasi ham gadjet. Endi bitta kallamga g'oya keldi. Uchinchisiga planshet quraymikan. Planshet albatta oson. Lekin uchinchi quradigan narsamiz albatta planshet bas. Mayli uni zamonaviysini quramiz, o'ta oson bo'lishi uchun. Agar uni eskisini qursak, bizga u juda ham qiyin bo'ladi. Shuning uchun tezroq kompyuterni tugatishimiz kerak. Agar kompyuterni tugatganimizdan keyin sizlar videoga like bosib qo'ying va kommentga 3-dan nima qurishimizni ham aytib qo'ying. Endi bu yerga bloklarni to'ldirib chiqamiz. Yaxshi. Ozgina qoldi shekilli, men o'ylashimcha.
Ha, ozgina qolibdi. Bu yerlarni quramiz, tezroq bitirsak bizga yaxshi. Sizlar keyin obuna bo'lib qo'yinglar. Bu videoga like bosib, kommentga ham yozishni unutmang. Chunki men sizlarning kommentingizni o'qib juda mazza qilaman. Sizlarni kommentingizni o'qish menga juda ham qiziq. Ana tayyor kompyuterni ham qurib bo'ldik. Endi 3-ga quradigan narsamiz. Siz kommentga yozing, men keyin aytaman. 3-chi quradigan narsamiz televizor. Albatta siz to'g'ri kommentga yozdingiz deb umid qilaman. Albatta to'g'ri yozgan bo'lsangiz kommentga men to'g'ri yozdim deb qo'ying. Deyishingizda ham hojat yo'q, o'zim o'qib bilib olaman. Xo'sh. Televizor quramiz. Hozir. Chunki endi bloklarimiz sanash kerak. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 tayyor. Televizorimiz ham o'ta katta bo'lib ketdi shekilli. Bu yerdan 1 2 3 4 buzdik albatta. Bu yerdan esa 1 2 3 4. Ana endi 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 adashdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Düşmesem 12 13 14 15 16 17 18 19 20 yo to'g'ri sanadim. Taxminan shuncha qilsa ketadi. Endi